Kattaqo'rg'on tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli ushbu zamonaviy tug'ruq majmuasi ona va bola salomatligini asrashga qaratilgan keng ko'lamli tibbiy xizmatlar markazidir. Majmua 115 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, unda tug'ruq bo'limi, homilador ayollar kuzatuv bo'limi hamda ginekologiya bo'limi samarali ish yuritmoqda. Tug'ruqxonadagi tibbiy xizmatlar yuqori malakali mutaxassislar tomonidan amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda 10 nafar akusher ginekolog va 5 nafar neonatolog shifokor bolalar dunyoga sog'lom kelishi, onalarning sog'ligi mustahkam bo'lishi uchun xizmat qilmoqda. Ular orasida birinchi toifali shifokorlar ham, klinik ordinaturani tugatgan tajribasi bor yosh mutaxassislar ham bor. Bosh neonatolog vazifasini birinchi toifali shifokor Dilbar Meliyeva bajarmoqda. Tug'ruq majmuasida 85 nafar o'rta tibbiyot xodimi faoliyat ko'rsatmoqda. Ulardan ko'pchiligi oliy va birinchi toifali tajribali mutaxassislardir. Qolgan xodimlar esa har qancha yosh bo'lishsa-da fidoyilik va mas'uliyat bilan ish olib borishmoqda. Vrachlarga kattakon rahmat. Men farzandim ham o'zim ham mana eson-omon qo'limga oldim. Vrachlarning qo'li yengil ekan, kattakon rahmat hammasiga. Perinatal holatlar bo'yicha barcha ma'lumotlar belgilangan tartibda yuritib boriladi. Shu bilan birga ehtimoliy perinatal uzilishlarni aniqlash va oldini olish yuzasidan tizimli faoliyat yo'lga qo'yilgan. Eng muhimi, majmua zamonaviy tibbiyot uskunalari bilan jihozlangan. Yangi tug'ilgan chaqaloqlar uchun maxsus kuvizlar, kardiya monitorlar, sun'iy nafas olish uskunalari va markazlashgan kislorod ta'minoti bu yerda tibbiy yordamni yanada samarali va xavfsiz qilishga xizmat qilmoqda. Bu kabi shart-sharoitlar, e'tibor va tayyorgarlik tufayli Kattaqo'rg'on tumanida onalar va chaqaloqlar salomatligini muhofaza qilish yanada yuqori pog'onaga ko'tarilmoqda. Kattaqo'rg'on tuman tibbiyot birlashmasining tug'ruq kompleksi 115 o'ringa mo'ljallangan. Shundan 80 o'rin tug'ruq bo'limi, 20 o'rin homilador xastalik bo'limi mavjud. Hamda 15 o'rin ginekologiya bo'limi mavjud. Hozirgi vaqtda mana tug'ruq majmuamizga ishonch 2030 tomonidan aparatura berildi. Hozir siz guvoh bo'ldingiz. Bu narsa uchun juda prezidentimizga, Sog'liqni saqlash vazirligiga hammasiga rahmat aytamiz. Mana shu hozirgi vaqtda tug'ruq majmuamizda markazlashgan kislorod, aparaturalar hammasi ta'minlandi. Hozirgi vaqtda mana chala tug'ilgan chaqaloqlarimiz ham oldingi vaqtda viloyat ko'p tarmoqli bolalar tibbiyot markaziga jo'natilardi. Muddati olinib turgan chaqaloqlar. Hozirgi vaqtda mana markazlashgan kislorod, o'sha qo'yilgan ko'z apparatlari hisobiga hozir o'sha chaqaloqlarimiz o'zimizda parvarishlanyapti. Hozir Xudoga shukr, chaqaloqlar o'limizdan deyarli uchragan yo'q. Mutaxassislarimiz o'z vaqtida malaka oshirib kelib to'yfil olyapti.